Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men sizlarga Lev Nikolayevich Tolstoyning Tirilish romani haqida so'zlab bermoqchiman. Lev Nikolayevich Tolstoy keng ommaga mashhur bo'lgan rus yozuvchisi, publitsistik va diniy namoyanda. Asarlari eng ko'p dunyo tillarida tarjima qilingan va eng ko'p nashr qilingan adib Anna Karenina, Kazaklar, Gretsiya sonatasi, Urush va tinchlik, Hoji Murod kabi asarlari, Zulmat hokimiyati kabi pyesalar bilan olamshumul shuhrat qozongan. Biz adibning Tirilish asari haqida gaplashamiz. Tirilish adibning oxirgi asari, Tolstoyning 10 yillik mehnati samarasi. Tirilish ulug' mutafakkir adib Lev Nikolayevich Tolstoyning eng fosh qiluvchi romanlaridan biridir. Asarda bosh qahramonlarning achchiq qismati misolida muallif nafaqat jamiyatdagi yolg'on va qalbakiliklarni, qolaversa inson ongi va qalbining eng quyi burchidagi yashirin sirlarni da ochib tashlaydi. Lev Nikolayevich Tolstoy inson ruhining beqiyos ulug'vorligi, vijdon amri va rahmdillik kishi tarbiyasida juda katta ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. 19-asrning 20-yillarida yozilgan ushbu asar mazmunida dastlab insoniyatda paydo bo'lgan yovuzlik va illatlarga nisbatan hayotning g'alabasi hukmronlik qiladi. Roman knyaz Dmitriy Ivanovich Nexlyudovning o'zi uchun hayot haqiqatini kashf etishi to'g'risida. Knyaz boyvuchcha ammalarining qo'lida yarim oqsoch, yarim asrandi bo'lib katta bo'lgan Katerina Maslova, ya'ni Katyushani uchratib qoladi. Katyusha xulqi hamon qadar bo'lgan onadan va tayini yo'q lo'li otadan dunyoga kelgan. Boyvuchcha grafinyalar eshigida xizmat qilib katta bo'ladi va kunlarning birida o'z bekalarining mehmonga kelgan xushsurat jiyani knyaz Nexlyudov bilan to'qnashib qoladi. Avvaliga ular bir-biriga ma'naviy ehtiyoj, pok muhabbat bilan bog'lanadi. Harbiy xizmatga borib, kattalar hayoti bilan tanishgach Nexlyudov mutlaqo boshqacha atvorga ega bo'lib 2 yildan so'ng qaytadi. Bu gal Katyushaga ham shahvoniy, ham jismoniy talpinish bilan qaray boshlaydi va uni yo'ldan uradi. Bu aybini qizning qo'liga 100 so'm tutqazish bilan yuvgandek bo'ladi. Chunki uning nazdida hamma shunaqa qiladi. Bu tabiiy va qizni yolg'iz tashlab o'zining hashamatli hayotiga g'arq bo'ladi. Homilador bo'lganini anglagan Katyusha esa boladan qutulib olgach yomon yo'lga kirib ketadi. Islovatxonada kun ko'ra boshlaydi. Kunlarning birida anglashilmovchilik tufayli savdogarning o'limida ayblanib sud qilinadi. Charxi kajraftorning ishi bilan bu sudda maslahatchilar tarkibida qizni tanigan Nexlyudov ham bor edi. Qizni tanigan Nexlyudov uning bu yo'lga kirib ketishida uni yo'ldan urganligi sabab bo'lgan degan xulosaga keladi. Gunohini yuvish uchun sudya va maslahatchilarning hafsalasizligi natijasi o'laroq nohaq katolkaga hukm qilingan qizni qutqarishga, unga uylanishga ahd qiladi. Asarda o'quvchi e'tibori 2 parallel jarayonga qaratiladi. Inson nafsi va ichki men o'rtasidagi kurash hamda jamiyatdagi adolatsizliklar, jinoyatchilikning ulushi haqida tasvirlangan. Aziz kitobxonlar, ushbu asar sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, o'qish istagida bo'lsangiz kutubxonamizga
taklif qilamiz.